Bu rasman dunyodagi orqasiga projektor o'rnatilgan yagona smartfon. Xitoy Huawei kompaniyasi yana bir bor hammani shokka tushirib, o'zini tank smartfonini ishlab chiqardi va bu modelni boshqa konkurentlardan 10 barobar arzon qilib qo'ydi. Yana kamiga bu modelga xitoyliklar kompasni joylab qo'yishdi. Tog'-toshlarda hech qanaqasiga adashib olmaysiz. Smartfonni oddiygina kamerasi orqali 15 xil funksiyani bemalol bajarishingiz mumkin. Masalan, siz usta bo'lsangiz, uy qurayotgan bo'lsangiz, uyingizni urillarni o'lchashingiz, devorlaringizni past balandligini bilib turishingiz va hattoki arxitektura va har xil binolarni suratga olayotganingizda sizga yordam beradigan ko'plab funksiyalari bor. Shaxsan menga bu smartfonning yoqqan tarafi, bu model hattoki santexnik ustalarni ham ishini oson qilib berar ekan va uyingizdagi yerini, urilini tekisligini o'lchab beradi. Qorong'i xonaga kiramiz. Projektor yoqamiz. Va, gap yo'q lekin. Mana IP68 va IP69K standartida chang va suvdan himoyasi mavjud. Endi katta marralarga erishamiz. Smartfonning narxlari qiziq bo'lsa, kommentariyada tank so'zini yozib qoldiring. O'zimiz sizga jo'natib boramiz.